arzon deyman men. 259 ming ekan buni. Pulda qadr qolmadi ko'zing. Qizim aytsa. Men hozir ko'rib, sportchilar tushunishyapti. ha bu sportivniy. Sportsmenlarga Boshqa odam narsa, lekin o'sha ko'p turib shunaqada. Toshkentda qancha hozir shu narxlar? 800 Shuları? bunaqa krossovkalar. Faqat bitta hamma joyda sotilmasdi-da. Biz Toshkentda zakaz qilyapmiz. Samarqand tashna joylar bo'ladi xolos. Zakaz qilish kerakchidan boshqa 1 millionga tushib ketadi. Voy. Qarang, bu yerda hozir 200 ming xolosda. Mana shu joyga bir qolchi. Superdan. 100 mingdan qo'shsa 300 mingdan hamma tala qiladi. Shuning uchun har bitta krossovkani rasm olib chiqyapti. O'zimcha biznesda ishlamoqchiman. Bizlar вообще anaqada bu narxi hozircha. Yo, zo'r aka. Mashina pastda turganidan hozir. Men bitta ikkitasiga aytdim, shunaqa arzon ekan, boringlar desam, "Yeb keldik, qimmat ekan." Sportivniy kiyib yuradigan, meni tepa pastdan sportivniy kiyib o'shanga bossa bitta ikkita olib olsam, vashshi maza qilib yuraman. To'g'ri. Anaqada zallar emasdan Sirtda bir narsa. kauchuk gibi bu.